Havo ozgina sovuqlik qilyapti, shunga kurtkalarni kiyib oldim. Sizlarga bitta narsa haqida ma'lumot bermoqchiman. Qaranglar, yo'ldoshni shish haqida. Kichkina srokdan yo'ldoshni shishi haqida aytsam, ko'pchilik ginekologlar bunga e'tibor berishmaydi, homiladorlarda lecheniya qilishmaydi. Mana sizlarga hozir asoratini aytib beraman. Homilador 40 haftalik, bugun 28-fevral 40 haftalik bo'lishi kerak. Bolani o'lchovlari 37 haftalik chiqyapti. Bola o'sishdan 3 haftaga qolgan. Bolani suvlari kamayib ketgan va bolada kuchli gipoksiya ketyapti. O'shani hisobiga tug'ruq yo'li yetilmagan, lekin ayol o'zi zo'r tug'a oladigan ayol. Suv kam bo'lgani uchun, bola o'sishdan qolgani uchun tug'ruq yo'li yetilmagan, mana kesarvaga ketyapti. Bu yerda kesarva bo'layotganligi jam muhim narsa emas, muhim bola qiynalayotgani. Baribir oyijonlar, sizlarda yo'ldosh shishi beryaptimi? Lecheniya qilinglar, davolaninglar. Hozir ta'sir qilmasa ham mana shunaqa katta sroklarda ta'sir qiladi. Shuncha oldin olib qo'yinglar, bee'tibor bo'lmanglar.